HR mutaxassisi bo'lmoqchisiz, lekin ikkilanmoqchisizmi? Unda bu video aynan siz uchun. HR sohasi o'sishi bor, kelajagi bor va hozirda ish topish oson bo'lgan sohalardan biri. Sababi kompaniya va bizneslarda xodimlarni to'g'ri boshqara oladigan, ularni samarali ishlata oladigan mutaxassislarga talab juda yuqori. HR mutaxassisi ushbu muammolarga yechim bo'la olishi aniq. HR bu tizimni mustahkamlaydigan, jamoani shakllantiradigan va biznesda o'sishiga katta hissa qo'shadigan mutaxassislardan biri. Agar siz odamlar bilan ishlashni yoqtirsangiz, ofisda o'tirib va kelajagi bor sohada ishlamoqchi bo'lsangiz, HR sohasi siz uchun mos bo'lishi mumkin. Amin platformasida HR sohasini siz noldan o'rganasiz, amaliy bilimlar olasiz va ishga chiqish ko'nikmalariga ega bo'lasiz. Va kurs yakunida o'zimiz sizni ish bilan ta'minlaymiz. Kursimiz 20 yildan oshiq HR sohasida tajribaga ega bo'lgan Kozimxon To'rayev tomonidan olib boriladi. Kursimizni muvaffaqiyatli bitiruvchilarni amaliyot bilan ta'minlab, 100% kafolat orqali ish bilan ham ta'minlaymiz. Agar HR kursini o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.